Temuriylar davrida biz o'ylaymizki, faqat vaqfni erkaklar qilgan deb bilardik-da. Aha. Bilsak, bu ayollar juda ko'p qilgan ekan. Nizomul mulk zo'r o'qigan talabalarning ota-onalarini zakot beradigan darajada boy qilib qo'ygan. Eng rekordim 900 betlik kitobni 16 soatdami o'qigan. Meni hattoki xarakterimga ta'sir qilgan. Bitta badiiy asar tushunadi. 17 marta o'qib chiqdim. Nima uchun biz masjidlarda iflos qilmaymiz? Qo'rqqanimizdanmi? O'zi yaxshi ota qanday bo'ladi? Universitet to'liq biznes bo'lib ketdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi podkastimizda mehmoni ustozimiz Said Abror Umarxon ustozimiz bo'ladilar. Domla yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Taklifimizga yo'q demasdan. Sizlarga ham. Hozirda nimalar bilaman domla? Ayni damda bitta kitob ustida ham tadqiqot olib boryapman, ham o'zim bitta kitob yozyapman. Oh, zo'r. Nomini ham aytishim Yengil. Hozirdan uylarning bo'ydoqlari degan. O'zi uylarning erkaklari edi. Erkak sal tor bo'lib qolar ekanda. Yoki uylarning yigitlar desak ham tor bo'lib qolar ekan. O'sha uylarning bo'ydoqlari degan kitob. Chunki 50 yoshida xotini o'lsa yoki ajrashsa, u ham bo'ydoq bo'lar ekanda. Hammaga tegishgan. Balki uylarning yigitlari yoki erkaklar deyarmiz. Yoki uylarning deb qo'ysak ham. Uylarning bo'ydoqlar desa, boshqa ta'sir. Uylarning bo'ydoqlar. Endi hozirdan xursand bo'lib ketsa kerak bo'ydoqlar. O'sha nikohni fazilati yaxshi ekanligi, uylanganda keladigan foydalar, shular haqida. Katta kitob emas. Kichkinaroq. Taxminan 160 betlik kitob. Qachonlarga yona olasiz? Endi shu kuzda inshaalloh. Kuzda chiqadi xudo. Kuzda niyat bor ha. Zo'r. Alloh xolasa. Endi ichiga o'sha ulug'larimizning fikrlari tabiiyki, ular ham bor. Hammasini qo'shib. Ruxsat olsak, ruxsat tegsa, Alloh xolasa kuzda. Bo'lmasa qachon ruxsat tegsa shunda. Xudo xolasa inshaalloh. Keyin doktorlik ishi ham qilyapman siz islom tarixi bo'yicha. Islom tarixi bo'yicha o'sha. Qaysi mavzuda? Temuriylar davrida vaqf mulklari. Bir o'zingiz uchun yangi, wow, buni bilmagandim degan nuqtalar bo'lsa aytib bersangiz zo'r bo'lardi. Endi wow deydigan joyi emas, ammo yangilik bo'lgani, Temuriylar davrida biz o'ylaymizki, faqat vaqfni erkaklar qilgan deb bilardik-da. Bilsak, bu ayollar juda ko'p qilgan ekan. Temuriy, masalan, Bibi xonimda o'zini vaqf mulklari anchagina. Yoki kelinlari, sohibqironning kelinlari tomonidan ham vaqflar qilingan yoki umuman o'sha paytdagi, men o'ylardimki, o'sha paytda faqatgina masjid bilan madrasa vaqf mulklari hisobidan kun ko'rgan, kun kechirgan deb o'ylardim. Keyinchalik bilsam, vaqf mulklari butun jamiyatni egallab olgan ekan o'sha paytda. Butun jamiyatni, masalan, oddiy misol, Temuriylar davrida dehqonlar uchun vaqf ochilgan. Agar bironta dehqon kasod bo'lib qolsa, uni qilgan xarajatini vaqf mulki qoplab bergan. Chorvadorlar uchun vaqf ochilgan. Chorvasida bo'ri yeb ketsa yo qirg'in kelsa, vaqf qoplab bergan. Ya'ni vaqf butun jamiyatni, hech bir yo'l qurish vaqflari, kamonchilar vaqflari, kamon yasab sohibqironga haligi yetkazib berdi. Vaqf bitta boyni harbiy vaqf mulki yoki sovutchilar sovut yasab, ya'ni davlat sovutni sotib olmaydi-da. Ya'ni u paytda bitta boy o'zidan o'sha sohibqironni fathlari uchun, yurishlari uchun meni hisobimdan deb qildirib bergan. Misol uchun o'sha paytlar shunaqa vaqflar bor ekan. Ta'lim 100% vaqf hisobidan bo'lgan. Har bitta shahzoda, amir, boy, yuzboshi, mingboshi, hatto bitta mingboshi bo'ladi, o'zini o'sha yurishlardan tushgan daromadini to'liq nima qiladi? Vaqf mulkiga o'tkazib yuboradi. Va vaqf bu jamiyatni asosiy bo'g'iniga aylanadi. Moliyaviy jihatdan ham, iqtisodiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham bo'ladi. Va yana bitta, lekin bu joyiga eyvalloh dedim. Vaqf mulklarini hammasini boshida Termiz Saidlar turgan. O'sha Said Baraka hazratlari va ularning o'g'illari, qarindoshlari, o'shalar vaqf mulklarini asosiy ma'naviy tomondan
demak diniy ilmi yaxshi bo'lganligi uchun, islomiy ilmlarni targ'ibotchilari bo'lganligi uchun ham qolaversa payg'ambar alayhissalomni avlodlari bo'lgani uchun. Mana shu yerda bitta nozik joyi bor. Nimaga vaqfga Termiz saytlaridan qo'ygan deb men rosa o'yladimda, qidirdim keyin. Qidirib bitta ustozimizdan javob topdim. Oxiri chunki saytlarga sadaqa yeyish mumkin emas. Tushunarli. Zo'r. Qarang, haligi rus tilida straxovkasi olingan deydi-ku. Ya'ni shunaqa go'zal sohibqironni ulug' siyosatida zakiyligi, vaqf mulklarini boshqaradiganlar Termiz saytlaridan bo'lgan. Termiz saytlariga sadaqa, zakot yeyish o'sha manbalarda keltirishda harom bu narsa va ular buni yeyishi mumkin bo'lmagan va u paytdagi saytlar ham tabiiy holatda buni 100% qabul qilishganda. Bitta masalan o'sha bir kishi yozadiki, biz deydi o'sha Said Barakani qo'l ostidagi vaqflar yig'ilganlarning ustiga qo'shilsa, Said Baraka tomonidan qo'shildiki, ammo bitta xas kamaymagan degan. Shunaqa manbalar bor-da. Do'stlar, shu yerda shuni aytib o'tib ketdik. Farabiy maktabimiz Chilonzor filialida qabullar davom etmoqda do'stlar. Albatta maktabimizda ta'lim tarbiya asosida amalga oshiriladi. Ya'ni bolalar tarbiyasiga alohida urg'u beramiz. Maxsus tarbiya kundaliklarimiz, maxsus tarbiya kitoblarimiz orqali. Bundan tashqari bolalarda kundalik hayotida yaxshi, go'zal axloqlarni shakllantirishni tabiiyki o'z bo'ynimizga olamiz do'stlar. Xullas kalom, ta'limni tarbiya asosida amalga oshiriladigan xususiy maktab qidirayotgan bo'lsanglar, eshiklarimiz tabiiyki ochiq. Mana bu raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi yoki bo'lmasa pastda havola qoldiraman, ana shu yerdan ro'yxatdan o'tib qo'ysanglar bo'ladi do'stlar. Hali eshonbog'lar deb qo'yamiz-ku. O'sha eshonbog'lar u paytdagi e'tiqodi, ilmi mustahkamligidan sadaqa desa qo'lini tortgan. Yo'q, bu menga mumkin emas, menga harom bu degan. Hozir Said bilan eshon payg'ambar alayhissalomning avlodlari. Qarang, Saidlar o'sha Toshkentni chegarasida. Butun o'zi dunyoda Saidlar deganda, masalan, Eron tarafida muhabbat balandroq. Imom Husaynga nima qilishadi ular? Ya'ni bir paytlar o'sha Al-Azhar universitetining ham asoschilari Fotimiylar bo'lishganda, Fotimiylar o'sha Fatima onamizni avlodlari Imom Hasan, Imom Husayn radhiyallohu anhumolarni demak ulug'laydigan. Ular ham Said deydi. Eronda ham. Bizda Movarounnahr o'lkasida, O'rta Osiyoda ham Said deydi. Ammo shu yerda bir ikkita chalkashlik bor, lekin manbada va ustozlarimizdan eshitishimizga ko'ra, manbalarda o'qiganimizga ko'ra, Saidlar ko'proq haqliroq payg'ambar alayhisalomning avlodi ekanligiga Said zodalar deb atalgan. Xo'jalar sahobalarning avlodi degan manbani o'qidim men. Aynan Abu Bakr yoki Umar radhiyallohu anhuga Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar va yana bir xo'ja va to'ra. O'sha xo'jalar va to'ralar o'sha sahobalarga borib taqaladi degan. Hatto Hazrati Usmonning avlodlari ham bor bu yerda. Ana endi eshonlar kimlar desa, eshonlar Saidlar, xo'jalarni voha tomonda umumiy qilib eshon deyishadi. Unda aralashib ketaverar ekan. Uni ichida palonchi men to'raman desa farq yo'q, eshon bo'lamiz deb ketaveradi. Palonchi men xo'ja, eshon bo'lgan, assalomu alaykum. O'shaning uchun eshonlar ko'p ekan. Eshon bor. Hamma eshon bor. Vohaga borsangiz, shu ichib dumalayotgan odamni ham, "Yo'q, nima unaqa qilyapsan?" desangiz, "Yo'q, bilasanmi, men eshonlardan avlodiman, eshonzodaman" deydi-da. Asli buni tagida biroz haqiqat bor. Haqiqatdan ham payg'ambar alayhisalomning avlodini eshonlar deyishadi. Lekin ular umumiy qilib o'sha sahobalarning avlodini ham eshonlar deyishadi. Keyin xo'ja so'zida ikki xil manba bor ekan. Bitta manbada aytilganki, o'sha paytda demak Movarounnahr o'lkasiga dinni yaxshi yoyish uchun har bitta ko'chada masalan 5-6 ta uy bo'lsa, 7-chi qilib bitta arab ilmli, arablardan bo'lgan bir ilmli insonning uyi bo'lgan. Islom dinini olib kelish uchun va uni hamma xo'ja deb chaqirgan. Xo'jam, rahbarim. Masalan, turklar hozir ham imomlarni xo'jam deydi. O'sha xo'jam deb chaqirish natijasida xo'ja bo'lib ketgan degan manba ham bor. Ana mahsumlar bilan aralashib ketar ekan. Shunaqa. Lekin
sayyidlarda hech qanday shubha yo'q o'sha payg'ambar alayhissalomni avlodi ekanligiga, qachonki uni o'sha tasdiqlangan shajarasi bo'lsa. Lekin baribir Sohibqiron Amir Temur sayyidlarni hammasini qattiq hurmat qilgan. Hattoki o'sha Said Barakani bir avlodlaridan bittasi o'zi bilmagan holatda bir fitnani ichida qolib ketadi. Va shunda fitna qilganlarni hammasini jazolayotganda Sohibqiron Amir Temur haligi insonga siz payg'ambar alayhissalomning avlodisiz, sizga jazoni men bera olmayman, ammo Shahrisabz va Samarqandga boshqa kirmang, o'sha Termizda yashang deb o'sha yoqqa jazo o'laroq o'zi o'lim hukmiga tayyor bo'lib turgan bo'ladi-da, o'zi bilmagan holatda bir fitnaga aralashib qolgan. Shunaqa o'qib qolgan joylarimiz ham bor. Ya'ni manba juda ham keng. Ammo meni bitta chalkash joy bo'lib qoldi. Rus manbalari, arman manbalari va Yevropa manbalari bilan bizni haqiqiy turkiy tilda yozilgan, arab tilida yozilgan manbalarda tafovut katta. Farq bor, juda katta farq. Qaysi jihatdan? Buni o'qisangiz umuman boshqa narsa, ularda rus tilidagi manbalarni o'qisangiz umuman tuhmatlar yog'dirib tashlagan ba'zi joylarga. Masalan, o'sha qaysi davlatga borib kallada minora qurdirgan hozirgi 10 qavatli bino bo'yicha u yolg'on gap. Unaqa qilmagan. Sohibqiron jallod bo'lmaganlar. Bu arab manbasida ham bor-da, bu. Lekin arab manbasidagi uni ham ildizini qarasangiz, o'zi juda haqiqatga to'g'ri kelmaydi-da. Yoki Sharafiddin Al-Yazini asarlarini qarasangiz, umuman boshqacha ma'noda o'qiysiz. Yoki Ibn Arab Shohni o'qisangiz, umuman boshqacha o'qiysiz. Yoki o'zimizda bu Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutidagi manba arab tilidagi yoki Chig'atoy tilidagi manbalarni o'qisangiz, hayron qolasiz. Hatto Zahir Muhammad Boburnomasi ham to'g'ri tarjima qilinmagan rus tiliga. Ya'ni bunaqa joylar bor. Bu endi og'riqli nuqta, ilmiy tadqiqotchi sifatida bir og'riqli nuqtani aytib o'tib ketyapman. Lekin baribir meni juda hayratga solgan narsa insonlarning vaqfga muhabbati bo'lgan. Ehson qilishga muhabbati bo'lgan. Sadaqa qilishga muhabbati bo'lgan. Kichkina boylar ham o'zini do'konining foydasini qarang. Bitta do'koni bor odam bo'ladi-da, o'sha Temuriylar davrida. Bitta do'koni bor. Do'konida faqatgina mato sotadi. Undan tushadigan foyda unaqa katta emas. Lekin shu odam ham o'zi nomidan vaqf ochadi-da, do'konda xarajati, oilasining xarajatini chiqarib, qolgan foydani demak, xayr ehsonga, ta'limga yo'naltiradi. Va eng ko'p vaqflar ta'lim yo'nalishida bo'lgan. Shuning uchun u paytda ta'lim mutlaq bepul bo'lgan, mutlaq. Hattoki Temuriylar davrida yaxshigina hozirgi stipendiya deymiz-ku, stipendiya to'langan. O'sha bizga Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'sha bir shogirdiga pul berib o'qishga olgani haqida ko'p rivoyat aytishadi-ku. Bundan-da zo'rlari bor-da Temuriylarda. Bundan da hattoki o'sha bolalari o'qiyotgan, ta'lim olayotgan yosh bolalari ilmga qattiq muhabbatli bo'lgan ba'zi bir askarlarni uyiga qaytarib yuboradi. Sohibqiron borib bolalaringni ilmi bilan yaxshilab shug'ullan deydi. Sizni gaplaringizdan shuni tushundimki, qo'l qo'yardim, mazza qo'yardim. Nima jihatdan o'zi o'ylardim-da, bunaqa renessans qanaqa qilib bo'lishi mumkin desa, xalq birdan bo'lib bittada harakat qilishgan ekanda, qarang. Bu-chi Hoji Akbar aka, renessans bor-ku. Renessans o'zi nima? Birdaniga ko'tarilib, sodda qilib tushuntiraylik. Ko'pchilik renessans nima degani? Renessans nima deydi-da. Mana renessans bir xalqning favqulodda butun dunyo insonlarini holatini yaxshilashga xizmat qiladigan ilmlarni birdaniga gurkirab yashnab rivojlanishi. Ilmlarni. Endi bu ilm qanday bo'ladi? Biz bitta narsani esdan chiqaryapmiz-da, o'qitish kerak deyapmiz-ku, o'qitish pulsiz bo'lmaydi. Kitob pul turadi. Maktab bepul, tamom, kitob. Eng yaxshi kitoblar, til o'rgatish, yaxshilab shug'ullanish, ixtisoslashtirilgan holatda shug'ullanish, buni hammasi pul turadi. Masalan, agar farzandingiz davlat maktabida o'qiyotgan bo'lsa yoki xususiyda ham farqi yo'q. Bolangizni alohida repetitorga berishga majbursiz hozir. Bu mablag' talab qiladi. Endi o'sha paytda Temuriylar davrida renessans bo'lishiga sabab yoki undan oldingi renessansda ham asosiy, masalan, Imom Buxoriy hazratni ta'lim olishida
onalari, Alloh rahmat qilsin, onalari va akalarini doimiy ta'minoti sabab bo'lgan. Ha, o'zlarini xotiralari ham, lekin iqtisodiy umuman qiyinchilik ko'rmaganlar. Shuncha shahar kezish o'zi bo'ladi. Ha, yoki olaylik Imom Termiziyda ham xuddi shunaqa. Boshqa istagan mana shu Mirzo Ulug'bek hazratlar o'zlari shoh bo'lgan. Beruniy hazratga yana bitta tuhmat. Mahmud G'aznaviy hazrat bilan Beruniyni dushman bo'lgan deydi. Ko'p rus manbalariga qarasangiz, unaqa emas. Mahmud G'aznaviy hazratlari Beruniy hazratni bosh vazirlikka taklif qilgan hattoki. Biz endi o'qigan, eshitgan tarix ustozlaridan eshitganimiz bo'yicha. Yo'q deganlar. Ilmga sharoit qilib berganlar keyin Beruniy hazratga. Va Beruniy hazrat Mahmud G'aznaviyning moliyaviy ko'magi sabab juda katta ilmiy ishlarni qilgan. Nima? Har qanday inson bitta yangilik qilish uchun bir necha marotaba tajriba o'tkazish kerak bo'ladi. Beruniy hazrat globusni tajribasiz yasagan. Bittada yasagan. Edisonlar qancha tajriba qilib Edison 3000 martami? Qancha qilgan? 2000 qanchami? Menda shuncha tajriba bor. Lampochkani yonmasligi bo'yicha degan gapi bor, Thomas Edison. Xuddi shuni Beruniy hazrat bittada yasaganlar. Lekin G'aznaviyni moddiy ma'naviy ko'magi bilan yoki Saljuqiylar eng buyuk imperiya qurgan paytda Nizomul Mulk kabi insonlar Nizomiya degan madrasalarni to'ldirib tashlagan. Qarang. Bosh vazir yaxshi o'qigan talabani darhol olib, qo'liga pul berib o'qitib, ota-onasini ham boy qilib, zakot beradigan darajada boy qilib qo'ygan talabani ota-onasini. Balki manbalarda turibdi, Nizomul Mulk zo'r o'qigan talabalarning ota-onalarini zakot beradigan darajada boy qilib qo'ygan. Va haligi talabani o'zini keyin nimasiga olib kelib, devoniga shu yerda ishlatib, davlat uchun zo'r kadrlarni chiqargan. To'g'ri, endi Hashoshiylar, o'sha Hasan Sabboh kabi dushmanlar tinch qo'yishmagan. Juda ko'p talabasini o'ldirib yuborgan. Lekin endi har zamonda dushman bor-da. Masalan-da, hozir ham o'zbek tili rivojlanishini xohlamaydiganlar juda ko'p. İçimizde ham bor. Buni bekitib, yashirib, ko'zni bunday qilgan bilan masala yechilib qolmaydi. İçimizde ham bor. Bizni zo'r bo'lishimizni, buyuk millat, buyuk davlat bo'lishimizni istamaydiganlar ichimizda tiqilib yotibdi. Bir nechtasini taniyman masalan men. Haligacha o'sha Sovet davrini sog'inib yashaydiganlar. Misol uchun. Yo'q, unaqa emas. Bularga ahamiyat bermaslik kerak va davom etaverish kerak. O'sha butun xalq ilmni rivojlantirishga yoppasiga birlashgan Temuriylar. Temuriy ko'pchilik aytadi. Amir Temur Sohibqiron hazratning qudrati, kuchi andaqada emas, xalqida. Tamam. Xalqida. Yaratgan egamga suyangan, xalq asosiy omil bo'lgan, bo'ldi. O'zidan o'zi 1 million odam ishonib bo'lmasa, askar sifatida Sohibqironni qo'l ostida yuradimi? 3 yillik, 5 yillik, 7 yillik butun umri jangda o'tgan. Qarang, o'zi yuradimi? Bitta insonga 1 million odam, 1 million odam askar 1 milliontagacha bo'lgan askarlar. 1 milliontagacha askar bo'lishi uchun har bittasini bola chaqasi, ota-onasi, xotini o'sha paytda tug'ilishi bilan hisoblaydigan bo'lsak, kamida 5 ta yo 7 ta bolasi bo'lgan. Ota-onasi. Bir 15 kishi ishongan Sohibqironga. Ishongan emas, qo'llab-quvvatlagan. Nafaqat ishongan, qo'llab-quvvatlagan. Bizda hozir xalqimizda yo'q narsa asosan shu ham bo'lib qoldi. Keyin sizni tadqiqotingizdan shu ma'lum bo'ldiki, demak din bilan davlat birlashib qarshi ketgan. U paytda o'zi din asosida boshqarilgan. Shariat qonunlariga ko'ra boshqarilgan. Sohibqiron Amir Temur boshqa narsa bo'lishi mumkin. Hozir bu yoqda ham vaqf ham davlat pul ajratyapti deb o'tdi, shunaqa bo'ldimi? Misol uchun xalq beryapti. Davlat vaqf ishlarini faqatgina tizimga solib turgan bo'ldi. Davlat deganda yo'q, mana misol uchun armiyaga qarang, vaqf ham ajratyapti, bu yoqda davlat ham ajratmaydi. Ajratyapti. Davlat ham ajratadi, ammo shunda ham vaqf ham davlat ham ajratadi. Masalan, hozir ham Turkiyada maktablarda aksariyatini vaqf tasarruf etib, moliyaviy ko'mak beradi. Vaqf universitetlari bor, masalan, ya'ni universitet nomi vaqf emas. Yo'q, vaqf nomli universitet ham bor ekan. Yaqinda bo'ldim, Istanbulda, Bursada ham bo'ldim. Bursada nomi esimda yo'q, bitta insonning nomi yozilgan. Men taxminan aytaylik, Mehmet Çelebi Vaqf universiteti. Ko'p bunaqa. Misol uchun-da.
nimaga vaqf desa, borsangiz u yerda talabalar bepul o'qiydigan joyi ko'p. Talabalarni to'liq yeyishi, ichishi, stipendiyasi, uyiga, vataniga borib kelishi, agar yabanchi bo'lsa, ya'ni xorijdan kelgan bo'lsa, borib kelishi hammasi to'liq o'sha vaqfni hisobidan bo'ladi. Buning uchun ular imtihon topshirib turadi. Ya'ni o'sha paytda ham, Sohibqiron davrida ham xalqni o'zi xayrixoh bo'lgan. Ehson qilishga, ilmni, ta'limni rivojlantirishga, Sohibqiron Amir Temurni Temuriylar degan bitta katta davlat qurishiga xalqimiz ham xayrixoh bo'lgan. Va bor tirnog'i bilan shunga kirishishgan. Natijada masalan yurishlar uchun siz aytganday davlat ham pul ajratgan, ammo xalq ham vaqflar orqali pul ajratgan. Masalan davlatda xazinani, g'aznani puli yurishlarga ketayotgan, fathlarga ketayotgan paytda madrasalarda bu yoqda qolgan boylar yoki boylarning ortidan qolgan vaqf mulklari to'liq tasarruf etib turgan. Shuning uchun g'ami bo'lmaganda uni. Falonchi masalan tilla qori madrasasi bo'ldi, qurgan odamning o'zini vaqf mulki bo'ldi. She'rda ham xuddi shunaqa. Mana Ko'kaldosh o'zingiz o'qigan. Ko'kaldosh madrasa ham to'liq Ko'kaldoshning nomidan yuritilgan. Ko'kaldoshning 41 ta do'koni bilan 2 ta suv tegirmoni bo'lgan. U nima degani? 41 ta do'kondan tushgan foyda Ko'kaldosh madrasasiga sarflangan, 2 ta suv tegirmonidan tushgan foyda ham Ko'kaldosh madrasasiga foydalangan. Keyin yerlari ham bo'lgan Ko'kaldosh madrasasi o'sha paytda. Mana shu ham aytayotgan gapingiz ham hozirgi kunimizda bir og'riqli nuqta bo'lib qoldi deb o'ylayman. Nima jihatdan? Hozir xususiy universitetlar, xususiy maktablar ko'payyapti, lekin ularning orasida ham ba'zi ko'rib turibmiz, ta'limni pul uchun kirayotganlar ham sal ko'payib ketyapti-da. O'sha ham menimcha juda ham eng og'riqli nuqtamiz deb o'ylayman-da. Ta'limdan ko'proq pul qilaydi kirayotganlar. O'zi ta'limdan pul qilinmaydi o'zi aslida. Endi qilinsa ham nima deydi? Jibinjalik qilinmaydi. Yaqinda ham buni bir suhbatda ham aytib o'tdim. Hozir dunyo tendensiyasi bo'yicha eng qimmatli maktablar bizda. Dunyo tendensiyasi bo'yicha demaylik, O'rta Osiyoda. Markaziy Osiyoda eng qimmat maktab, xususiy maktablar bizda. Qozoq, qirg'iz, turkman, tojikda Jonjon emas. Yo'q. Masalan, Misr, Turkiya, Malayziyalarda xususiy maktablar o'rtachasi $100 dan $200 to'lovi. Siz fikringiz qanaqa o'zi xususiy maktab bo'lsa? Bu nima uchun bizda qimmat desa, bizda o'sha xususiy maktab ochadigan odamning fikri xayoli boy bo'lish, biznes qilish. Vaqtida odamlar xususiy maktab ochyapti, men ham ochaman deydi. Bir ochib ko'raychi deydi. Biznes qilish. Lekin asli butun dunyoda xususiy maktab ochganlarni ko'pchiligi maktabdan asosiy maqsadi o'sha davlatni zo'r qilishga kadr yetishtirib berish. Hattoki Britaniyada, Buyuk Britaniyada masalan o'sha Oxford deysizmi, Cambridge deysizmi, istagan o'sha London 500 yillik, 700 yillik ularda universitetlari, maktablari bor. Qaysidir lord, qaysidir bitta o'sha amaldor ochgan, nimaga? O'zlariga kadr yetishtirish uchun. Turkiyada ham hol shunaqa. Malayziyaning Uniza degan universitetiga bordik. Zaynul Obidin degan sultonning universiteti. To'liq vaqf. Imtihon qiladi, o'tdingizmi, to'liq stipendiya asosida maza qilib o'qiysiz. Zo'r. Nima uchun? Chunki ular ta'limni biznes sifatida ko'rmaydi. Ular ta'limni shu vatan, shu davlat, shu xalqni rivojlantirishga hissa qo'shadigan konveyer deb biladi. Bizda maktab ochish biznes bo'lib ketdi. Bog'cha ochish toza biznes bo'lib qoldi. Bog'cha ham ta'limni, tarbiya maskani deyilgan. Universitet to'liq biznes bo'lib ketdi. Qaysi biriga bo'lsangiz birdan aytadi, nimaga endi anaqa. Yaxshi hukumatimizga rahmat, sirtqi ta'limdan zavuchniy deb qo'yadi. Yo'q. Ochiqcha biznes bo'lib ketdi. Ochiqcha. O'sha lavashxonani 2-etajda ham universitet ochib, zavuchniy ochib, bemalol soqqa qilishdi, biznes qilishdi. Va qanchasini yopdi mana. O'zim ham universitetda bir rahbar bo'lgan inson sifatida aytaman. Bir paytlar rahbar bo'lganman bir universitetda. Bu to'g'ri, oson emas, lekin
Oson emasmi? Kirma bu sohaga. Nima qilasan kirib? G'aming yo'qmi? Vatanning, xalqning, millatning, dinning g'ami yo'qmi senda? Kirma bu sohaga. Ta'limga kirmang asosiysi. Ha, kirma bo'ldi. Ta'lim bu vatan degani. Kirmaslik kerak. Bu sohani sevmasa, bu sohani emas. Bir kishi ta'limni yaxshi ko'rishi mumkin, lekin pulni ham yaxshi ko'rsa, u biznes qiladi ta'limni. Yo'q. Vatanini, xalqini, millatini, dinini sevmaydigan odam ta'lim sohasiga kirmasligi kerak. Chunki ta'lim biznes qiladigan soha emas. Bu o'ta nozik soha. Shuning uchun davlatlar ta'limni, bepul ta'limni o'zini zimmasiga oladi hamma joyda ham. Chunki u asosiy xalqni g'oyasini, ertangi kunini, xalqni kechinmalarini, xalqni kelajagini belgilab beradigan yagona soha bu ta'lim. Iqtisod emas. Ta'lim. Chunki ta'limdan chiqib iqtisodiy zo'r qilsangiz bo'ladi. Yaponiya hech qanaqa yer osti yer usti boyligi yo'q. Doimiy zilzila bo'lib turadi, bir kunda 2-3 marta. Nimaning orqasidan dunyoning eng qudratli 10 ta davlatining bittasiga aylandi? Mana sizga savol. Nimaning orqasidan? Inson resursi asosan. Inson resursini nima kuchaytiradi? Ta'lim. Ta'lim bo'ldi, tamom, nuqta. Bunga sharh berib, mana uncha narsa yozish shart emas. O'tirib muhokama qilish ham kerak. Ta'limga kuch berish kerak bo'ldi. Xususiy bo'lsin, davlatniki bo'lsin, farqi yo'q. Yer yuzida fidoyilar ishlaydigan ikkitagina soha bor. Ta'lim va tibbiyot. Bo'ldi. Qolganida uncha fidoyi bo'lmasa ham ilmni o'zi bilan sal-pal gapirib, soqqasini qilib yursa bo'ladi. Lekin faqatgina fidoyilar ishlab, bu fidoyilik talab qiladigan ikkita soha bu ta'lim va tibbiyot. Boshqa hamma soha yo'q bo'lib ketsa ham, mana shu ikkita soha yo'q bo'lmaydi. O'zi xususiy aytayotganingizdek, nisbatan men ko'zimda hozir ko'rayotgan holatimda xususiy maktablar yaxshi, xususiy maktablar bor aynan qadriyatli yoki boshqa taraflardan ta'limni ham zo'r beradi. Lekin universitet hali o'sayotganini ko'rmayapman-da. Qanaqadir universitetimiz saviyasi hech o'smayapti. Menimcha maktablarniki o'syapti deb o'ylayman, lekin universitetimizga o'sha aytayotganingizdek ko'proq pul bo'lib ketayotganga o'xshaydi. Hozir Turkiyadan ham misol keltirdingiz, rostdan ham Ko'ch universiteti, Sabanji universitetlari bor, juda ham mashhur, eng katta yuradigan, lekin ularni qaysi tadbirkor ochgan desangiz, o'ta Turkiyada o'ta milliarder bo'ladi-yu, pul kerak emas, prosta ta'lim uchun anaqa davlatim uchun deb qo'yadi. O'shanaqa Bernard Ko'chniki. Turkiyani birinchi, ikkinchi odamda, eng boy odam. Keyin mana bizda Jahongir Ortiqxo'jayev ochdilar, Central Asian University. O'sha ham intervyularda ko'rdim, aytdilarki, shu ta'lim uchun ochdi, pul uchun emas. O'zi shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylayman, universitetlar. Ya'ni pul uchun emas, ta'lim uchun ochilishi kerak. Lekin eng katta minus mana shunaqa bo'lib qoldi. Qarang, ta'lim uchun ochadi-ku. U yerga kiradigan bolalar ikki guruhga bo'linishi kerak. Bir kishi menga aytdiki, xususiy maktab ochaylik dedi, birga dedi. Men pul tikaman, siz yurdingni. Mayli dedim, qani bir eshitaylikchi, nima qilmoqchisiz? Joyim bor, mana ancha binolarim bor. Hozir endi sotib olib bularni nima qilishdi? Shu yerda dedi, maktab ochsak. Keyinchalik universitet qilamiz shuni. Bir 5 yillik maqsad qanaqa? Bir yilda menimcha bo'lsa, 500 ta bo'lsa, ikkinchi yili 1,5 mingta bo'lsa, uchinchi yili 3 mingta qilsak. Foydani aytadi. Foydani, faqat foydani aytyapti. Yo, shoshmang aka dedi. Siz ta'lim sohasiga kirmoqchimisiz? Nima biznes haqida gapiryapsiz? Xususiy degani uni nonoshini davlat emas, men qilaman degani. U faqat biznes qilish degani emas, xususiy. Xususiy uyingiz xususiy. Siz undan biznes qilish uchun emas, yashash uchun olgansiz uni. Xususiy degan so'zni biznesga hadeb tiqishtiravermanglar dedim. Xususan mana bu odamga tegishli degan narsa dedi. U toza biznes qilish kerak degani emas bu dedim. Yo'q deyapti. Qanaqasiga? Yo'q, shunaqasiga. Aka, unaqa faqat siz chista biznesda, rus tilida aytganda, faqat toza biznes qilish uchun, tijorat qilish uchun bo'lsa, ta'lim sohasiga kirmaysiz dedim.
Men vatan uchun qilyapman desangiz, u o'qish narxi 8 million bo'lsa maktabniki. U qanaqa bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Vatan uchun qiling, o'qishga bola qabul qilishingiz universitet bo'ladigan bo'lsa, ikki xil uslubda bo'lish kerak. Birinchisi, faqat imtihon asosida oling. Eng kuchlilarni oling. Yiqilsin sizdan. Va mana shundaylarda bir 500 tasini yig'ishtirib oling. Endi ikkinchi bosqich, bu o'rtacha miyonali yoki maktabni bitirib kelganlarni yaxshi kadr o'zini iqtidordan kelib chiqib, yaxshi kadr qilishga harakat qiladigan universitetlar bo'lish kerak. Ya'ni bo'limlar bo'lish kerak. Butun dunyoda bormi? Bormi? Haligi bolani oling, imkoniyat bering, imtihondan o'tolmadimi? Xayr, sog' bo'l. Intizom va qat'iy prinsip bo'lish kerak. Ha, unda talaba kelmaydi-da, bir 500 ta talaba bo'lib qoladi-da. Nima bo'pti? Zato 5 ta zo'rini o'qitasiz. 50 mingta talabamiz bor. Senga kirish imtihonsiz bo'lgandan keyin, bitirish 2 kar 2 xil bo'lgandan keyin albatta 50 mingta talabang bo'ladi-da. Kecha mana Erkin Turdimov Sirdaryo viloyati hokimining videosini ko'rdim. Bir kishi kelyapti, men dedi universitetni bitirib kelganman dedi. Matematikani qaysi? Menga ishga, iqtisodnimi bitirib kelganman dedi. Menga ish bering dedi. Oldiga shunday formulalarni yozdi, masala. Mana uni yechdi. Kecha ko'rdim videosini. Sirdaryo viloyati hokimining sayyor qabulidan. Shunday oldida ana javoblarni yozuvdi, Erkinjon Turdimov qaytarib oldida, hamma savolning javobi noto'g'ri. To'g'risini yoniga osib chiqdi. Seni ishga olmaymiz dedi. Senga ish topib beraman, lekin diploming bo'yicha emas. Seni diploming bizga o'tmaydi dedi. Falonchi degan nufuzli universitetni bitirib kelgan bo'lsa ham o'tmaydi-da uni. Falonchi yordamchisini chaqiryapti hokim. Mana unga ish topib beringlar, qo'l mehnati bo'lsin deyapti. Obodammi, bilasizlar işte. Haydovchimi? Mana universitetlar. Men universitetlarni qanday baholayman, a? Siz endi rektor bo'lgansiz, taxminan ichidagi muammolarni ham baribir yaxshiroq bilasiz, aytavering. MChJ direktori ham bo'lganman. O'sha universitetda ta'sis firmasini rahbari ham bo'lganman-da. Qarang. Universitetga kirish oson-u, bitirish qiyin bo'lsa, bu universitet zo'r universitet. Asosiy mezoni. Endi kirish ham qiyin, bitirish ham qiyin bo'lsa, unda bu super universitet bo'ladi. Masalan, Harvard, Oxford, Cambridge'lar kirish ham qiyin, bitirish ham qiyin. Endi kirish oson, bitirish undan-da oson bo'lsa, bu universitet emas. Bu yer pul qiladigan joy. Va afsuski, mana shunaqalar ko'payyapti. Bir kishi chiqib aytayapti, hech bo'lmasa bola muloqotni o'rganadi. Mana shunaqa, qanaqa muloqotni o'rganadi? Nima, muloqot qiladigan jamiyat yo'qmi? Biz Amazoniyada yashayapmizmi? Yo'q, uni qat'iy talab. Har bir ishda 3 ta narsa bo'lsa, bu ish zo'r rivojlanib ketadi. Birinchisi, oliy maqsad. Ikkinchisi, o'z kasbining egalari u yerda o'tirishi. Uchinchisi, qat'iy intizom. Kimni bolasi bo'lsa ham bitira olmaslik kerak universitet. Ilmi yetmaydimi? Yiqilsin. Yiqilaversin. Boshqa universitet ketaversin boshqa universitetga. 100 ta 10 mingta sifatsizdan 100 ta sifatli 1000 marta yaxshi. O'sha 100 ta butun davlatni boshqaradi, rivojlantiradi, zo'r qiladi. 10 mingta savodsiz bitirgan hamma yoqda korrupsiyaga to'ldiradi. O'sha mashhur anavi bora diplomni sotib olgan odam quruvchi bo'lib ishga kiribdi-da. Qo'l qilib uy qurib, uyi buzilibdi. Buzilsa, buzilganlarni orasida qolib ketgan bir ikkita o'sha chala o'lik yoki o'lmay qolgan, kasal bo'lib qolganlarni shifokorga olib borsa, diplomini sotib olgan shifokor, ya'ni o'sha universitetda qo'liga tushibdi-da, o'ldirib qo'yibdi. Keyin quruvchini ham, shifokorni ham sud qilishga olib borsa, sudya ham shunaqa diplomni sotib olganlardan ekan. U bizning davlatda bo'lmagan. Sotib olgan ekanda, u ana ikkalasini pulini olib ozod qilib yuboribdi. Mana qanday jamiyat bo'ladi. Bu xavfli narsa.
Universitet ko'paymasin, lekin qat'iy intizom ustiga qurilgan universitet bo'lishi kerak. Buning uchun nima bo'lishi kerak? Buning uchun ta'sischi universitetni moliyaviy ta'minlaydigan odamning qadriyati mustahkam bo'lishi kerak. Shunda nima bo'ladi? Katta binoni berdim, o'zlaring soliqni to'lalaring, elektrini to'la, qachongacha senlarni sudrab yuraman, ko'paytir bolani demaydi. 100 ta oldingmi? Zo'r sifatlisini oldingmi? Bo'ldi, o'qitaver. Xavotir olma, yetar. Agar katta biznesmen bo'lsa. Foyda qilsa ham o'ziga, maktabni o'ziga qilinsa, Yo'q, foyda qilmasin ham. O'sha tushayotgan pul, mana vaqf nima? Foydadan voz kechdim degani. Vaqf universitetlari mana shuni ustiga qurilgan. Foydadan voz kechdim bo'ldi degan. Undan umuman foyda kerak emas. Mana u zavodimning foydasi ham kerak emas. Shuni foydasini hisobida mana universitet yurib turadi degan. Vaqf ehson sadaqa yig'ish degani emas. Mana siz bitta zavodingiz bor, zavodingizning 1 yillik daromadi $1 million. 2 yilligini yig'dingizda $2 million bitta bino olib, shuni universitet qilmoqchi bo'ldingiz yoki maktab qilmoqchi bo'ldingiz. Endi har yili keladigan $1 million to'liq mana shu maktabga yo'naltiriladi. Ana shu vaqf deyiladi. Xarajati oyligini olib qolasiz, foydasi bu maktabga ketaveradi. Bir marta, 2 marta ehson qilib qo'yib emas, doimiy ravishda bo'ldi. Siz mana bu zavodning foydasi bu yoqqa bo'ldi, bu zavodni esdan chiqarasiz. Tamom. O'zini oyligini qoplaydi, o'zini o'zi qayta modernizatsiya qilishga ishlatiladi, ammo foyda to'liq oxirgi tiyinigacha, tangasigacha mana bu maktabga yoki universitetga ketadi. Siz o bir pul bo'lganda berib, pulingiz bo'lmaganda bermay, yo'q, to'liq bitta zavod o'shanga qaratiladi. Mana shu vaqf deyiladi. Ta'limdagi vaqf mana shu bo'ladi. Endi ana universitetlar, maktablar masalasida, maktablar orasida yaxshilari ham ko'payyapti, universitetlar orasida ham bitta ikkita bor, ammo hali zo'r universitetimiz yo'q xususiylar orasida. Sababi ular o'sha xususiy bo'lgani uchun asosan biznesga va moliyaga qaratib qo'ygan. Sal o'zini qoplamay qolsa, birdan qisqartirishni boshlaydi, o'qituvchini oyligidan kesishni boshlaydi, boshqa qilishni boshlaydi, kontraktni osmonga olib chiqib qo'yibdi. Yo'q, unaqa emas. Sen biznesmen o'laroq universitet ochdingmi? Bo'ldi, imkon qadar tekin o'qitishga harakat qil. Imkon qadar. Ta'lim tekin bo'lsa, nimasi qadri bo'lmaydi. Qayerdan olding bunaqa gapni? Kim aytdi senga buni? Tekin bo'lsa, qadrlamaydiganlarni tep orqasiga hayda, yo'qot u yerdan. Kuchlilarni ol. Bu o'rtamiyona odamlarning ishi. Endi aqlli odamlar o'sha qadriga yetmaydiganda ham qalbida ilmga muhabbat uyg'otib, uni ham ilmli qiladi. Shu. O'zi misol uchun yuridический hattoki bitirganlik kirish qiyin qisman. Bitirganlik siz yuribdi-da, bu ham juda katta muammolarimizdan bittasida. O'zingiz misol uchun tavsiya qiladigan, misol uchun ichida yurgansiz o'tmishda, 3 ta universitet bormi misol uchun? Krila degan mana shu davlat universiteti. Davlat universiteti. Davlat, xususiy emas. Yo'q, xususiy bo'lsa reklama qiladi. Bor. Davlat universiteti bor. 3 ta aytsangiz, birinchi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti. Diplomatiya universiteti. Haqiqatda bu universitetda o'ziga xos qadriyatlari bor. Va o'ziga xos bo'lgan jihatlari bor. Qadrlanadigan universitet. Va ikkinchisi tabiiy holatda davlatniki bo'lgani uchun aytayapman. Nodavlat bo'lsa boshqa aytaman. Aytavering. Nodavlat bo'lsa ham aytaveraman. Aralash aytadigan bo'lsak, birinchisi Toshkent Islom instituti. Oliy mahad. Masalan, buni intizomiga, qadriyatiga yetadigani yo'q. To'g'ri. Dunyodagi yo'q deb bilaman men uchun. Demak, ikkinchisi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti. Haqiqatda hassos, juda ham o'ziga xos bo'lgan universitet. Va uchinchisi qisman Toshkent tibbiyot universiteti. To'liq emas. Tashmi. Tashmi. Qisman mana shu 3 ta universitetni tavsiya qilib ayta olaman. Kirish juda qiyin bu uchtasiga. Uchalasiga ham kirish, undan ko'ra Garvardga kirish oson. Masalan, Mahadga kirishdan ko'ra. Mahadga madrasa bitirgan bo'ldingiz. Diplomatiya ham shunaqa. Bitta tanishim bor edi. Diplomatiyaga 2 yil kira olmay, hozir Oksforddami, Kembridjdanmi o'qiyapti. U yoqqa kirish oson deydi.
Lekin haqiqatda uchalasi ham zo'r universitet. Islom instituti ham, diplomatiya universiteti ham, Toshkent tibbiyot universiteti ham o'sha tashmin deymizku. Haqiqatda zo'r universitetda. Shu yerda birinchisi Islom institutini ko'p aylantirib qo'yishadi. Islom akademiyasini Islom universiteti bilan oliy mahad nazarda tutyaptilar. Farqi Toshkent Islom instituti bilan O'zbekiston islomshunoslik xalqaro akademiyasini o'rtasida katta farq bor. Islom akademiyasi yoki xalq tilida o'sha Islom akademiyasi deyiladigan bugungi nomi Islomshunoslik akademiyasi bu davlat ta'lim muassasasi va bunga ixtiyoriy istagan odam hujjat topshirib imtihondan o'tib o'qish imkoniyatiga ega. Oliy mahad bilan Toshkent Islom instituti bu bitta. Universitet emas, bu institut. Toshkent Islom instituti bunga faqatgina 2017-yildan boshlab 17 yoki 18-yildan boshlab bunga faqatgina madrasani bitirganlarni oladi xolos. 2018gacha topshirib qolganlar maza qilgan. 2018-yildan boshlab faqat siz madrasani tugatsangizgina Toshkent Islom institutiga topshira olasiz. Va bu 100% to'liq diniy ta'lim muassasasi va bu davlat ta'lim muassasasi emas. Islom institutining muassisi O'zbekiston musulmonlar idorasi. Rahmat katta. Domla endi sekin ta'limni gaplashdik, ozgina tarbiya haqida ham ozgina gaplashsak. O'zi tarbiya borasiga keladigan bo'lsak, eng aktualniy muammo hozir tarbiya bo'lib qoldi. Butun odamlar, misol uchun biz xususiy maktabdamiz, keladigan 70-80% ota-ona yana farzandlarini tarbiyasidan muammo qiladi. Baribir ko'proq muammoni bar ota-onada ko'raman. O'shaning uchun birinchi savolim yaxshi ota borasida. O'zi yaxshi ota qanday bo'ladi? O'zi miyamda yaxshi ota desa ko'proq baribir otam rahmatli keladi. Nima jihatdan? Mas'uliyat, Alloh rahmat qilsin. Mas'uliyat berardilar, mustaqillikka undardilar, ta'limimizga juda ham qattiq e'tibor berardilar, yaxshi ko'rardilar. Mana shu narsa qolib ketgan. O'zi yaxshi ota qanaqa bo'ladi o'zi? Yaxshi ota birinchi o'rinda o'zi namuna bo'ladi. O'zi namuna bo'lishi. O'zi namuna bo'ladi. Birinchi o'rinda yaxshi ota deb ko'z oldiga keladigan insonda farzandlariga gapirmasdan ham go'zal odobni, axloqni o'rgatib qo'yadigan bo'ladi. Yaxshi ota farzandiga taqiqlagan narsani o'zi ham qilmaydi. Yaxshi ota farzandni urib tarbiya qilmaydi. Farzandni taqiqlar ostida tarbiya qilmaydi. Farzandni asabbuzarlik, baqir-chaqir bilan tarbiya qilmaydi. U murabbiy bo'ladi. Murabbiy. Arab tilida murabbiy nima degani? Rob so'zidan chiqqan. Ha, tarbiya kunant. Fors tilida tarbiyalovchi. Tarbiya qiluvchi. Tarbiya qiluvchini eng birinchisi o'zi yaratgan ekan. Rob. Boshqa hech kim Rob bo'la olmaydi-ku. Nima xususiyatida. Xuddi shunaqa murabbiy, tarbiyalovchi o'sha yaratgan egamni insonlarga o'rgatgan mezonlari va manhajlari asosida jo'natgan elchilarining yo'li orqali qarang bizga farzandni bergan yaratgan egam uni qanaqa tarbiya qilishni ham o'rgatib qo'yganda. O'sha elchilari orqali, payg'ambarlar, rasullar, nabiylar orqali, bugungi kunda ulamolar, olimlar, ustozlar orqali. O'shanga ko'ra murabbiylik qila oladigan inson, tarbiyachi ota bo'lishi kerak. Ota, har qanday ota 3 ta qoida ustida farzand tarbiyalash kerak. Birinchisi o'zi axloqli bo'lishi lozim. O'zini axloqini ustida, nafsini tarbiyasini ustida doimiy ishlash kerak. O'zi nafsi buzuq bo'lib, o'zi axloqsiz bo'lib, farzandidan axloqni talab qilayotgan otalar, bular 200lamachi ota hisoblanadi. Ya'ni chakma desayu oldida po'rlatib tursa bo'lmaydi, bu 200lamachilikka kiradi. Nega o'zi qilmayapti deydi. O'zi so'kinma desayu, lekin hammani onang deb so'kaversa, bola nima bo'ladi? Nimaga o'zingiz qilmayapsiz aytganingiz deydi. Demak, birinchisi o'zi axloqli bo'lishi lozim. Ikkinchisi muhabbat. Muhabbatki otani prinsiplariga asoslangan muhabbat bo'lishi kerak. Manhajiga asoslangan, o'zini qadriyatlarini ustiga qurilgan bir prinsiplarga asoslangan muhabbat bo'lishi kerak.
e'tiqodiga asoslangan, diniga asoslangan. Agar unaqa bo'lmasa, agar muhabbati bo'lmasa, farzandni urib tarbiya qilish kerak degan kayfiyatga o'tadi ular. Har narsaga asabiylashadigan bo'lib qoladi. Masalan, 3 yo 4 yoshli bolani bitta likopni sindirib qo'yishi, piyolani sindirishi bola uchun jinoyat emas. Bola uni jinoyat deb bilmaydi. Shuning uchun muhabbati bor odam unga boshqacha yondashadi. Bolani nuqtai nazaridan yondashadi. Muhabbatsiz odamchi xuddi qamoqxonadagi odam jinoyat qilsa uni jazolash kerak degan prinsip ustida jazolaydi. Oddiy piyolani sindirib qo'ygani uchun. Maktabdan 2 olib kelish bu jinoyatmi? Yo'q, jinoyat emas bu. Bu xato ham emas. Bu kamchilik ham emas, nuqson ham emas. Demak, farzand o'sha kuni yaxshi tayyorlanmagan. Siz o'zingizni farzandingiz shunaqa bo'lsa nima bo'lardi? Masalan, yomon baho olib kelsa. Bir kun o'g'lim 2 olib keldi. Aha. Keyin o'qituvchisi telefon qildi-da, o'g'lingiz dedi, bugun 2 oldi dedi. Qaysi fandan 2 oldi dedim. Ona tili deb darsini. Mayli uyga jo'nat. O'sha kuni gaplashmadik o'g'lim bilan bu mavzuda. Ya'ni bu mavzuni ochmadim. Ertasi kun maktabga olib borayotganda, keyin yo'lda o'g'lim yaxshimi darslaring? Yaxshi dedi. Baholar qanday dedim. Har xil dedi. Aytdim, baholar o'g'lim, sen baholarga qarama. Qaysi o'qituvching 5 qo'yishi, qaysi o'qituvching 2 qo'yishi yoki qaysi o'qituvchi seni yaxshi ko'rganligi uchun ham 5 qo'yishi mumkin dedim. Yoki qaysi o'qituvchiga seni sho'xliging, meni bolalarim sho'xda. Sho'xligi uchun ham senga bilimingga emas, sho'xligingni hisobga olib 2 qo'yishi mumkin dedim. Shunaqa deyishim bilan o'g'lim ko'z yoshga to'lib turdi. Birda dada dedi, men dedi anuvdan o'qishdanmi, o'sha ona tili adabiyotdanmi, o'qishdan dedi, daftarim qolib ketgan ekan, lekin she'rni yodlab borgan edim, daftarim qolgani uchun menga o'qituvchim 2 qo'ydi dedi. Bolam, bu 2 seni bahong emas dedi. Ha, daftaringni olib bormaganing jinoyat. Ya'ni yomon ish. Yaxshi emas bu dedim. Chunki o'quvchi quroli bilan borish kerak. O'g'lim, dada, men dedi salgina xayol bilan bo'lib dedi, daftarimni almashtirib boshqa daftarni olib borgan ekanman dedi. Hamma xato qiladi, hamma. Butun boshli imperatorlar xato qilgan. 10 yoshli bolani xato qilishini nima uchun butun boshli global muammo deb qabul qilishimiz kerak. O'zimiz g'ij-g'ij xato qilyapmiz har kuni. Nega endi uni bir marta daftarni olib bormagan, nimaga daftarni olib bormading? Sen qanaqa bolasan? Nima uchun? Mana o'qituvchilarning xatosi. Mana o'g'lim oldimda yo'q holatda aytaman. Bu o'qituvchining xatosi. Maktabga daftarni olib bormaganda 2 qo'yish o'qituvchining xatosi. Nimaga? Bola yomon ko'rib qoladi. Meni deydi, jazolayapti deydi. Aksincha, daftaring qolib ketdimi? Buguncha yoz, ertaga albatta menga olib kelib ko'rsat daftaringni. Buguncha senga baho qo'ymay turaman. Sevib qoladi o'qituvchisini. Lekin buni istalgan bolada qo'llab bo'lmaydi. Yo'q. Istalgan bolada emas. Ya'ni umuman daftar olib kelmaydigan bolaga emas, lekin bir marta daftar olib ketgan bolani jazolash kerak emas. Ayniqsa agar u 12-13 yoshgacha bo'lgan bola bo'lsa. Bu meni fikrim. Hoji Akbar aka, meni fikrimga hamma qo'shilishi yoki siz yoki eshitayotganlar qo'shilishga majbur emassizlar. Meni fikrim. Men maktabda o'qituvchi bo'lib, universitetda dars berib, universitetda rahbar bo'lib, diplom ishlarga ilmiy rahbarlik qilgan inson sifatida aytayapman. Men hech qachon bolalarni jazolamayman. Nima qilasiz? Muhabbat uyg'otaman o'qiyotgan narsasiga. Shuning uchun bugungacha aytmayin, talabalarim, men dars bergan, hatto o'sha universitetda, institutda dars bergan talabalarimning orasida zo'r ilmli, olim yigitlar bor hozir. Masalan. Nimaga? Buni menga ustozim o'rgatgan. Ustozlarim, Alloh rozi bo'lsin, hammasidan hech qachon bizni jazolamagan, o'sha to'g'ridan-to'g'ri muhabbat qo'yishga harakat qildirgan. O'sha xususiy universitetda rahbar bo'lganimda ham talabalarni jazolamanglar der edim. Muhabbat qo'yish kerak. Chunki mana oddiy misol, Malayziyada bitta 5 ta universitetga borganmiz. Malayziyaning bitta universitetiga bordik. Universitetda talabalar
o'qituvchilarini shunchalik yaxshi ko'radi, quchoqlab ko'rishyapti. Talabalar quchoqlashib, ko'rishib, birga tennis o'ynayotibdi, futbol o'ynayapti, birga ovqatlanib o'tirar ekan. Unda bizni anu o'qituvchini ko'rganda mana qilib tur degan gap qayerga ketdi dedim. Keyin anu malayziyalik aytganki, yo'q, biz unaqa emas degan. Professor deb murojaat qiladi dedi, lekin qattiq yaxshi ko'radi. Ya'ni ustozni quchoqlasa bo'lar ekan. Bizda endi boshingga chiqib ketadi unaqa qilsang deydi. Buni qachondir to'g'ri bo'lar. Lekin azalda bizda masalan o'g'lidek ko'rgan avval zamonda madrasa ustozlari o'zini o'g'lidek ko'rgan. Talabalardi-da. Xullas aytmoqchi bo'lganim, boyagi savolingizga qaytaylik. Keyin shu bilan o'g'lim qaytib daftarini tashlab ketmaydigan bo'ldi. Va boshqa 2 olmaydigan bo'ldi. Uni men chaqirib, nimaga 2 olmading, yaxshi o'qimagansan desam, 3 kishini yomon ko'rib qoladi. Birinchi dars o'tgan o'qituvchisini, ikkinchi sinf rahbarini menga aytganligi uchun, uchinchi meni yomon ko'rib qoladi. Xato qilishga qo'yib bering bolalarni. Butun dunyoni bugungi, keling, o'tmish o'tib ketdi. Bugun butun dunyodagi butun dunyoga olim ekspert qilayotgan davlatlar, Yapon, Koreys, Singapur, Malayziya, Misr olimlari yoki bo'lmasa Turkiya bolalarni hech qaysi urib tarbiya qilishdan chiqib ketib bo'lgan, allaqachon chiqib ketib bo'lgan. Ota sifatida boshimizga chiqadi. Boshingda shunday bir go'zal ekanligini tushuntirki, boshingga chiqmasin-da uni avaylasin. Shunday muhabbat berki, boshing emas, oyog'ingni ostidagi changingni u kerak bo'lsa o'padigan darajada bo'lsin, o'g'ling va qizing. Nima uchun biz masjidlarda iflos qilmaymiz? Qo'rqqanimizdanmi? Mana Hoji Akbar aka, nima uchun biz masjidlarda iflos qilmaymiz, urush janjal qilmaymiz, masjidga borib, ham oddiy aqlli bo'l. Nimaga qo'rqqanimizdanmi? Yo'q, qadrlaganimizdan. Yaxshi ko'rganimizdan. Muhabbat. Nima majbur qiladi insonni? Qaysi dinda bo'lsa ham, borib ibodat qilib, ibodatxonani, cherkovni bo'lsin, sinagogani bo'lsin, masjidni, jomeni bo'lsin, yoki o'sha butxonasini bo'lsin, toza ozoda saqlab, u yerga borib, bir go'zal kiyinib, xushbo'ylanib borishga hech kim majburlamaydi, hech kimni. Nima majbur qiladi? Muhabbat majbur qiladi. Sevgi majbur qiladi. Biz muhabbat degan narsani mutlaqo esdan chiqarib yubordik. Muhabbat dedik. Faqatgina bo'ydoq yigit bilan bo'y qiz orasida bo'ladi. Bo'ldi dedik. U ham shahvat ustiga qurilgan. Yo'q. Ona bilan bola, ota bilan farzand, ustoz bilan shogird. Meni 2005-yil o'qitgan ustozlarimni uyiga hozirgacha bordi keldi qilaman men. Maktabda o'qitgan o'qituvchilarimni 3 ta oliy dargohda o'qidim. Institut, universitet aralash. Uchalasida ham dars bergan, men yaxshi ko'rib qolgan, muhabbat qo'ygan ustozlarimni uyigacha boraman hozir. 2005-yilga 21 yil bo'ldi. 21 yil avvalgi ustozlarimni borib 2006-2007dagilar. Haligacha borib men ularni uyiga mehmon bo'lib boraman, quchoqlashib ko'rishamiz. Bir nechtasi bilan birga umraga borib keldik hattoki. Nimaga? Chunki ular menga muhabbat qo'ygan. Qo'yishni o'rgatgan. Men ularga muhabbat qo'yganman, ular ham menga muhabbat qo'ygan. Aksincha o'sha payt meni urib, turtib, odam bo'lmaysan, palonda qasam, pismonda qilgansan, ismini ham bilmayman hozir hatto. To'g'ri aytasiz. Biz ham shuncha yildan beri dars berib kelayotgan bo'lsangiz, qachon bola sizga muhabbat qo'ysa, shunda o'qish boshlaydi, o'zidan o'qish boshlaydi. Bo'lmasa qancha jazo qo'llamang, baribir foydasi bo'lmaydi-da. Albatta. Dunyo o'zi muhabbat ustiga qurilgan. Shu muhabbat evazidan biz qancha jinoyat qilib, rasvomuz chiqib yurgan bo'lsa ham, hali ham biz yer yutmayapti. Lekin shunday bo'lsa ham farzandingizga nisbatan e'tiboringiz qanaqa? Misol uchun men o'ylab qolaman, farzandga e'tibor kerak deymiz-u, lekin bir xil ota-onalar haddan tashqari e'tiborni ko'paytirib yuboradimi? Xuddi uni uy insoni qilib qo'yadi deb o'ylayman. Boyaga otaga 3 ta qoida dedik-ku, mana shuni 3-inchisi intizom. Demak, birinchisi axloq, otada bo'lish kerak. Ikkinchisi muhabbat,
prinsipga asoslangan. Uchinchisi intizom. Bu intizom nima degani? Intizomni hamma har xil tushunar ekanda. Bir xillar aytadiki, intizom deb shu farzandni robot qilib qo'yish. Mana shunday tursin, uxlasin, yotsin, assalomu alaykum dadajon, o'qishga ketyapman, darsim. Voy, odam, alohida individ. Uni yaratgan egam sendan boshqa odam qilib yaratgan. Sizdan, bizdan boshqa odam qilib yaratgan. Uni his-tuyg'ulari bor, uni miyasi bor, uni ongi bor, uni ruhi, tanasi bor. Intizom nima degani? Intizomni ulamolarimiz aytib ketgan. Oltin o'rtalik. Mo'tadillik, vasatiya. Bo'ldi. Intizom shu. O'yinda ham o'rtacha o'ynasin, darsda ham o'rtacha qilsin, gaplashganda ham o'rtacha gaplashing, erkalaganda ham o'rtacha erkalang. Taqiq qo'ymoqchi bo'lsangiz ham o'rtacha taqiq qo'ying. 10 yoshgacha bo'lgan bolaga eng uzoq bilan 5 tagacha taqiq qo'yishga ruxsat bor degan farzand tarbiyasini eng katta olimlar. 5 tagacha, tamom. Bizda taxminan 1,5 mingta taqiq bor. 5 ta taqiq bo'lsin. Ha, eng uzoq bilan 5 ta taqiq bo'lish kerak 10 yoshgacha bo'lgan bola. 5 ta taqiq qo'ya olasiz 10 yoshgacha bo'lgan bolaga. Ha, bu farzand tarbiyasini katta olimlarining gapi. Ha, hozir izohda boshlaydi yozishda. Bemalol. Men majruh ota-onalar. Ota-onalarimiz majruh. Uni ildizi Sovet davrida yotibdi. Gapirsak xafa bo'lyapti. Sovet davrida kalta kiyib katta bo'lganmiz. Yomon bo'ldikmi? Yomon bo'ldingiz. Haligacha rivojlanganimiz yo'q. Butun O'zbekiston asabiy. Butun xalqimiz nevroz. Nevropatolog huzuriga boring, ko'rasiz qancha nervini tug'ilyapti chaqaloqlar. Kimni mahsuli, kimni xizmatini evaziga bo'lgan bu narsalar. Hatto oddiy bozorda bitta 1 kilo kartoshkani to'g'ri sota olmaymiz. Taksiga chiqib bo'lmaydi. Shifo istab borayotgan shifokoringizga to'g'ri muomala ola olmaysiz. Keladi, doktor, kirsam maylimi dedi. Doktor ham, kelgan bo'lsang kirda dedi. Ya kutib turing tashqarida dedi. Kiradi, doktorga mana yerim og'riyapti, ko'p boshim og'riyapti, asabiylashaman desangiz, doktor ha, xudo xolisa yaxshi bo'lib ketasiz deydigan doktor kam. Ya sen kasalsan, rakka analiz topshir, palonchiga, insultga, infarktga. Ya oynaga qaranglar, o kaltaga katta bo'lgan ota-onalar, oynaga qaranglar, ruhiy majruhmiz-ku hammamiz. Bizni qullikka tayyorlashgan-ku. Uchun ovozingni degan. Butun dunyoni boshqarayotgan millatlar bor hozir. Butun dunyoni boshqaryapti. Bolasini chertmay katta qilgan ana shular. Boshiga chiqarib katta qilgan, ana endi bola davlatlarning tepasiga chiqib boshqaryapti. To'xtatinglar, qullarni tarbiyalashdi. Farzandini muhabbat bilan, ilmga muhabbatli, Robbisiga muhabbatli, diniga, vataniga, xalqiga muhabbatli katta qilib ulg'aytirgan ota-onalarni hammasini farzandi hozir katta ishlarda amalga oshiryapti. Farzandini urib tarbiya qilganlarning bolalari gastrobayter. Men gastrobayter degan nom qo'yganim yo'q. Shu nom bilan atashyapti bizni millatdoshlarimiz. Ta'limi yo'q, ilmi yo'qlar borib qullik qilyapti. Yana qayta aytaman, misol tariqasida musulmon emas, g'ayridin, hattoki ateist. Bizda odam ko'pda 1,5 milliard, 2 milliardga yaqinlashgan xitoyliklar. Ta'limni, tarbiyani, go'zalligini ustida butun dunyoga bugun kerak bo'lsa iqtisodiyoti bo'yicha maqtanyapti. Ishlab chiqarishi bo'yicha. Men o'yladim, Xitoyda ham bolalarni urib, juda qattiq qo'llik bilan tarbiyalasa kerak desam, bitta haqiqiy Xitoy, tirik Xitoydan so'raganmiz. O'sha universitet borasida shartnoma qilish uchun-da. Yo'q, biz umuman bolalarni urish mumkin emas degan. Ha, maktablarimizda jazo qo'llab, ma'naviy jihatdan anu qiladi, lekin u ham bolani jismoniy anu qilishga ruxsat degani emas deyapti. Ota-onalar deyapti, shunchalik bolalarni yaxshi ko'radi, chunki bizda o'sha bir oila, bir farzand degan tamoyil asosida biroz yashadi-ku bular. Hozir ruxsat ekan ko'payishga. O'sha paytda o'sha bitta bolasini shunchalik erkalatib katta qilgan deyapti. Lekin olim qilgan deyapti. Ya'ni bu bahona.
Bu bizni aqlimiz yetmaganidan, bizni aqlimiz yetmagan narsalarni odatda biz so'kamiz, yo haqoratlaymiz, yo kamsitamiz. Chunki bizni unga aqlimiz yetmaydi-da. O'zi aqling yetmagan narsada jim tur deyilgan. Ulug'larimiz bir narsaga aqlingiz yetmasa, aqli yetadiganlardan so'rang, bo'lmasa jim turing degan. Yo'q, izoh yozaveradi. Men bolalarimni urib katta qilaman. Marhamat, navbatdagi ruhiy majruhlarni tarbiyalayapsan. Kam bo'ldimi bolang? Kim bo'ldi bolang? Kim bo'ldi? Garvardga kirdimi bolang? Yo 12 yoshida ixtiro qildimi bolang? Kim bo'ldi? Urib Qur'on yodlatdim. Ko'rasan hali uni, sen javobini olasan hali bir kun. Toch kiyasan, hali javobini olasan uni. Urib bolasiga Qur'on yodlatganlar, urib bolasiga ingliz tilini o'qitayotganlar. Jazo evaziga ta'lim berayotganlar. Noto'g'ri. Bu meni shaxsiy fikrim. Meni fikrimga hech kim xo'jayinlik qila olmaydi. Bu noto'g'ri. Biz o'qigan kitoblarda, biz ta'lim olgan ustozlarimiz, ulamolarimizni hech biri urib ta'lim berishni targ'ib qilmagan. Ota qaraganda bola qo'rqib ketish kerak ekan. Nima? Ota jallodmi? Bola hukm qilingan mahkummi? O'limga mahkum qilingan. Yo ota qamoqxona noziri, bola mahbusmi? Qayerda oldilaring bunaqa tendensiyani? Ota shunday qarasin, xuddi payg'ambar alayhisalom Anasga qaraganday qarasin. Shunda bolasidan Anas Rasulullohga qaraganday muhabbatni, mehrni oladi. Qanaqa biz yana kimni namuna qilishi mumkin? Demak, ota, yaxshi ota degani axloqli, muhabbatli, intizomli. Intizom eng muhimi. Hamma narsada intizom nima? Intizom hamma narsada o'rtacha bo'lish. Hamma narsani oltin o'rtasini olish. Ha? Qo'shilib o'ynang, o'rtacha. Futbolga boring, o'rtacha. Dars qiling, o'rtacha. Mehr muhabbat bering, o'rtacha. Marhamat, hammada o'rtacha bo'lsin. Farzandingiz o'zbek sinf bo'ladi, rus sinf bo'ladi? O'zbek sinfga. O'zbek sinf. Rus sinfga berishni qanaqa o'ylaysiz? Hozir biroz avval boshqacha o'ylardim, hozir mutlaq qarshiman rus sinfga berishga. Oldin qanaqa o'ylardingiz? Avval menda ham, endi men ham bandaman-ku. Men o'ylaganmanki, o'sha rus sinfga borsa, bola til o'zlashtirish yaxshi bo'ladi-da, boshqa tillarni ham yaxshi o'rganib ketadi deb o'ylaganman. Lekin bu xato fikr ekan. Hozirgi fikrim, bola 5-sinfgacha o'zbek tilida o'qish kerak. O'zini ona tilida. Albatta, onasini tilida. Endi onasi o'ris bo'lsa, rus sinfga borsin. Lekin o'zbekni bolasi 5-sinfgacha o'zbek tilida o'qishi shart va majburiy. Bu meni shaxsiy fikrim va tajribalarimning hosilasi. Isbotlab beraymi? Bola 1-sinfga borganda qaysi harfni, qaysi tilda o'rgansa, uning axloqi, madaniyati o'sha tilga moyil bo'ladi. 100% shunaqa bo'lib qoladi deganim yo'q. Sal so'zni mohiyatiga e'tibor berishni o'rganinglar, hurmatli tomoshabinlar. Faqat so'zni suratiga e'tibor bermasa, 100% deyotganim yo'q. Bola maktabda qaysi yozuv, qaysi tilda o'qishni, yozishni o'rgansa, o'sha tilning madaniyatiga, qadriyatiga, o'sha tilning xalqiga muhabbatli bo'ladi. O'shalarni olqishlaydigan bo'ladi. O'shalar ular uchun zo'r deb bilinadi. Men yaqinda Abror Muxtorali domlaning bitta intervyusini ko'rdim. Maktabga deydi, bir qiz keldi deyapti. 4 yilmi 5 yil rus sinfida o'qigan. Keyin ota-onasi bu maktabga bergan va qiz ota-onasiga borib, boshqa maktabga bormayman degan. O'zbek qiz, o'zbek ota-onaning, dindor ota-onaning qizi. Nimaga desa, u yoqda o'zbeklar ko'p ekan debdi. Chunki hamma o'zbek tilida gapirgan. Mana bitta millat uchun tayyor xoin. Ya bu meni shaxsiy fikrim. Ya to'g'ri. Masalan, 7-sinfgacha agar rus gruppada o'qisa, bizda 100% bilinadi. Umuman o'sha ma'no bo'lib qoladi rusparasi. O'zbekni yomon ko'radigan bo'lib qoladi. Bitta tanishim bor. Uy olmoqchi bo'ldi-da. Bir tanishingiz bormi, uy quradiganlardan dedim. Bor dedim. Qayerda? Men o'zim Olmazorda turaman, Olmazor tumanida. Keyin bor dedim, men biz tarafda Olmazorda yaxshi uylar bor desam, to'g'ri kelmaydi.
Qayerdan to'g'ri keladi? Shu Maksim Gorkiy yoki bo'lmasa Mirobod tilida gapirayotgan joylarni ayta, Sarakulka, C1 mana shunaqa joylardan bo'lsa. Nima kerak? U yoqda birinchidan o'zbeklar kamroq, ruskoязычныйlar ko'p. Ikkinchidan u yoqda o'sha o'ranganlar kamroq. Dindor odam. Namoz o'qib yuradi. Nima unaqa deyapsiz? Said Abror endi biza yevropizirованный oilamizda o'zbeklar bor joyda bolalar tarbiyasi buziladi. Rahmat, o'zbeklar bolasini tarbiyasini buzar ekan. Ruslar zo'r qilar ekan. Uni fikridir, bilmayman. Menda teskari fikr. Keyin aytdim, qayerdan bunaqa fikr sizga paydo bo'lib qo'ygansam, o'zi shunaqa. Uzr dedim. U rus bog'chaga, rus maktabga, rus Patok Yevro guruhda institutda o'qigan. O'shanisi. Mana ta'sir. O'zbeklarda o'lardi yomon ko'ra. G'irt o'zbek. Otasi ham o'zbek, onasi ham o'zbek. Buzilmas madaniyatli. Shunaqa. O'sha bir mana shu biz tarafga kelsa, tezroq shu sentrga chiqib olaylik deydi. C1, Sarakulka, mana shunaqa gapiradi. Severniy vokzal deb, o'zbekcha gapiradi. Kim shunga men ko'p aytaman, menga qara, o'rtoq. Endi men bilan sal o'rtoqchilik bor. Seni hozir qoningga, venangga shpris ulab, 3 litrmi, 5 litrmi qancha qoning bo'lsa, hammasini chiqarib tashlab, o'rniga boshqa o'sha sen sevadigan millat qonini quysa ham sen o'zbeksan deb. Esingdan chiqarma. Yur, istasang bironta o'ris oldiga boramiz, seni o'zbek deydimikan, rus deydimikan dedi. O'zbek deydi deb. Tamom, sen yuzing o'ris. O'zbek. Seni yuzing o'zbek. Nimaga? Ota-onang o'zbek. Qanday qilib sen o'zingda boshqa anaga unaqa haligi qilib millatingdan yuz o'giryapsan? Nima deganing o'zbeklar ko'p yoqda. Shuning uchun bolani 5-sinfgacha umuman rus sinfga berish mumkin emas degan oxirgi o'zimga qarorim shunga keldim. Umuman bola faqat o'zbek sinfda o'qisin. Tilni 4-sinfdan keyin ham o'rganaveradi. Bemalol. Insonning miyasi shunaqa yaratgan egam tomonidan bir mo'jiza qilib berilgan, 70 dan oshgan Alzheimer kasaliga chalingan insonning ustida yaqinda avstraliyalik olimlar til o'rgatdi shunga. Boshqa til o'rgatdi. Internetda o'qidim. Alzheimer kasali. Hozir yana til o'rganish ancha osonlashib ketdi. O'rganish imkoniyati bor. Shuning uchun u bolani qadriyatini, o'zligini joyida qoldirish kerak. Joyida qolsin. Uni yo'q qilish, kechirasiz, bolangizga ham, o'zingizga ham, jamiyatga ham zarar. Xulosa, farzandingizni 5-sinfgacha o'zbek sinfida o'qish kerak. Ya'ni tili qaysi til, onasini tili qaysi til bo'lsa, ota-onasi qaysi millatda bo'lsa, shu tilda o'qish kerak. Qaysi vatanda yashayotgan bo'lsa, o'sha vatanda tilida o'qisa, shundagina qadriyati, axloqi, ma'naviyati buzilish xavfi kamayadi. O'zi shundoq ham buzadigan omillar ko'payib ketyapti hozir. Ammo uni imkon qadar kamaytirish uchun o'zbek tilida o'qisin. Boyaga siz aytgandek, keyin katta bo'lsa, sal tarbiyasi buzilsa tarbiyalab olamiz degan narsa bu ham hayol bu. Bu cho'pchak bu. Hech kim hali uni tarbiyalab olgan yo'q. Bola baribir oxir-oqibat o'zini o'sha tili chiqqan, fikrlashni o'rgangan tiliga yon bosib ketgan. Shuning uchun bolasini 5-sinfgacha faqat o'zbek sinfida o'qisin. O'qiganda ham sinf rahbarini borib tanlash kerak. Qadriyati bor, axloqi go'zal sinf rahbarini topish kerak. Yoshi ulug'roq ayol kishini yoki boshlanishda ko'proq ayol bo'ladi bizda, mana shunday o'qituvchini topish kerak. O'zi odob axloqli, o'zi qadriyatli bo'lgan, demak, sinf rahbar bolalarga shuni o'rgatadi. Tushunarli. O'zi inson qanday qilib bir kitobxonga aylanishi mumkin? Bu qanaqa yil talab qilinadigan narsami yoki nimalar sabab bo'ladi kitobxonga? Kitob o'qishga insonda odat yoki muhabbat paydo bo'lishining ikkita sababi bor. Birinchisi ko'r-ko'rona taqlid. Bu yosh bolalarda uyda ota-ona kitob o'qisa, bola ham kitob o'qiydi. Bu isbot talab qilmaydigan aksiom. Masalan, o'sha ulug' insonlarni uyida ota-onalari kitob o'qiganlar.
Shuning uchun bolalari ham kitob o'qigan. O'zi kitob o'qimay, bolasiga kitob sotib olib kelib bersa, bola bir ikki varaqlaydi, qo'yadi. Ota-ona nima ish bilan shug'ullansa, shu bilan shug'ullanadi bola. Chunki kattalar, yo'lboshchilar qayerga yursa, ortdagilar o'sha qarab yuradi. Bu birinchisi. Ya'ni odat keyinchalik muhabbatga aylanib ketishi mumkin. Ikkinchisi, to'g'ridan-to'g'ri muhabbat. Bu qanday bo'ladi desa, maktabda yoki bo'lmasam qayerdadir ma'lum bir kitobni ichidan hayotidagi muammoga yechim eshitib qoladi. Masalan, bir biz chiqib kitobni reklama qilyapmiz-ku, ichidan o'qib beramiz. Nimaga? Shu eshitgan odamni bir dardiga malham chiqib qolar deb. Chiqib qoladi. O'sha dardiga malhamni qidirib yurgan odam, o'sha eshitgan falonchi odam, mana bu kitobda aytildiki, masalan, farzand tarbiyasidagi 700 saboq kitobi. Farzand tarbiyasidagi 700 saboq kitobini ichida farzandingizga muhabbat uyg'otishni, ilmga muhabbat uyg'otishni 3 ta qoidasi yoki 3 ta yo'li degan joyini eshitadi-da, umrida kitob o'qimagan, lekin shu narsa uchun bor, shu kitobni olib o'qib chiqadi-da, keyin kitobga muhabbat uyg'onib ketadi. Ikkinchisi biroz murakkab va qiyin. Ya'ni uning uchun boshingizga bir musibat, g'am tushsa, u g'amni siz rosa hamma joydan yechimini qidirib yurasiz, lekin kunlarning birida bir kitobdan yechimini kimdir aytib qoladi va keyin kitobga muhabbatingiz uyg'onadi. Taqdir bo'lsa o'qib ketadi. Agar shu ham taqdir bo'lsa, agar shu ham bir sal aql ishlagan odam bo'lsa, bo'lmasa deb o'tkazib oladi. Ikkinchisini shakllanishida jamiyatning aloqasi bor, birinchisini shakllanishida oilani, ota-onaning aloqasi bor. Demak, baribir ham ota-onaga borib taqalaveradi ekan. Uyda ota-ona kitob o'qisa, bola kitob o'qiydi. Keyin maktabida muhit yaxshi bo'lsa, maktabdagi o'shanga, ikkinchisiga maktab kiradi-da. Maktabda kitobxonlar ko'p bo'lsa, kitob o'qiydiganlar ko'p bo'lsa, tengdoshlariga qiziqib kitob o'qiydi. Jamiyatda ko'cha-ko'yda, masalan, Angliyadagi eski telefon budkalari hozir kutubxonalarga aylantirilyapti. Eshitaman. Ali qizil budkalar. Shuni ichini kitobga to'ldirib qo'yapti. Hamma joyda kitob. Nimaga? Chunki inglizlar yaxshi biladi. Jamiyatni kitobgina faqat to'g'ri yo'lga boshlashini va kitob o'qigan millatgina butun dunyoga hokim bo'lishini. Bizga qo'yib qo'ysa, o'g'irlab ham ketsa kerak. O'g'irlamasa kerak. Endi o'g'irlasa ham maktablarga topshirish uchun o'g'irlashi mumkin. Boshqa narsaga o'g'irlamaydi. O'sha butun hamma joyda kutubxonalar va kitoblarni doimiy ravishda targ'ib qiladigan narsalar. Bu bitta omil va hammaning kitob o'qishi. Masalan, Qora dengiz bo'yida yuribman. Trabzonda Qora dengiz bo'yida yuribman. Baliq tutyapti bir odam, qo'lda kitob. Kitob o'qib o'tiribdi. Anu baliq 1 soatda ushlanadi, 2 soatda ushlanadi. Qachon ushlansa shungacha. Yoki Xitoy dengizi, Shimoliy Xitoy dengizini qirg'oqlariga borib, ozgina dengizga nima qilganmiz-da? Bordingizmi shu? O'sha millati Xitoy. Kitob o'qib o'tiribdi. U ham baliq tutyapti, yo nimadir qilyapti, yoki shunchaki skameykada kitob o'qib o'tiribdi. Masalan, yoki o'sha Istanbulda choy, bardak choy, asosan bu kafe deymiz-ku bu. Bu kafe emas, ularda masjid va kutubxonalarda ichida bardak choy tarqatadi. Ya'ni oxir oqibat shunaqa qilib tashlashganki, kutubxonani ichidan choyxona qilib qo'ygan. Kitob o'qib o'tiradi, boshqa ish ham qiladi, lekin choy ichib kitob o'qib o'tiradi. Masjidlar ichida ham bor. Kitob, choy, kitob, choy. Ya'ni kitobga qiziqtirish uchun choyni bepul qilib qo'yibdi. Bepul kirasiz yoki 5 lira, 1 lira shunaqa choylar, 3 lira, 10 lira, har xil. Arzimagan pulda. Bu demak, birinchisi oila bo'lsa, ikkinchisi jamiyatda butun jamiyat kitobni targ'ib qilaversa, kitobning reklamasi oshsa, hamma oxir oqibat kitob o'qiydi. Chunki inson bir marta ko'rgani reklama, ikkinchi ko'rgani uni qiziqtiradi, sekin o'zi hamma o'qiyapti, men ham bitta o'qib ko'raychi deydi. Qanaqa ekan masalan? Qanaqa nima o'qiyapti o'zi bular deydi-da. 100% o'qimasligi mumkin, lekin 50-60% ham bu katta ko'rsatkichda. Hozir kitob o'qimasam nima yo'qotaman desa nima deysiz?
fikrlashni yo'qotadi. Kelajagini yo'q. Faqatgina iste'molchiga aylanib qoladi. Tamom. Iste'molchi so'zini qo'polroq tarjimasini aytaymi? Aha. Hayvon. Oldiga kelganda yeydi faqat bo'ldi. Yeyish uchun yashaydi. Kitob o'qimaydigan odamlarni o'qiydiganlar bilan ko'pchilik aytayapti. Kitob o'qiydigan bilan o'qimaydigani nima farqi bor? Kitob o'qiydiganlarni ko'ryapmiz, boshida problemasi ko'p, boy emas, kambag'al emas. Kim senga aytdi kitob o'qisang boy bo'lib ketasan deb? Boy bo'lish uchun kitob o'qish shart emas. Birinchidan boylikni yaratgan ekan beradi. Ikkinchidan boy bo'lish uchun birovning haqqini yeyish ham bemalol. Pora olsa ham boy bo'lib ketadi. O'g'irlamayapti. Ha, pora bilan boy bo'lish oson. Misol uchun, korrupsiya bilan boy bo'lish juda ham oson. Kitob o'qisang, nima uchun kitob o'qigan odamlarning aksariyati xotirjam ekanligini his qiladi? Kitob o'qigan odam fikrlaydi, tafakkur qiladi. Biz sevgan eng mo'tabar muqaddas kitobimizda eng ko'p kelgan buyruq fikrlamaysizlarmi, aql yurmaysizlarmi? Tafakkur egalari uchun belgilar bordir. Fikr, hatto yaratgan ekan bizni fikrlashga buyuryapti. Fikrla, tafakkur qil deyapti. Keyingisi kitob o'qiydigan odam, kitob o'qimaydigan odamdan ko'ra dunyoni yaxshi anglaydi. Bir insonki bu dunyoga shunchaki yugurib chopib pul topib o'lib ketmasligini, aksincha ortidan yaxshi ishlar qoldirsa bo'lishligini yaxshi tushunib yetadi. Hayotning ma'nosini tushunib yetadi. Albatta, mazmun mohiyatni tushunib yetadi. Shu yerda sizdan kitob tavsiyasi olib olaylik. Ikki xil tarzda qilib bera olasizmi? Ya'ni ikkita kitob tavsiya, u kitobga muhabbat qo'yish uchun. Shunaqa ikkita kitob tavsiya, yana boshqa ikkita kitob tavsiya sizni hayotingizga ta'sir qilgan. Sizni hayotingizni qisman o'zgarishi uchun. Uchtadan aytaymi? Zo'r bo'ladi, uchtadan aytsangiz. Xo'p, umrida kitob ushlamagan odamlar, kitob o'qishni boshlamoqchi bo'lganlar uchun 3 ta kitob tavsiya qilaman va meni hayotimni tubdan o'zgartirib yuborgan 3 ta kitobni tavsiya qilaman. Zo'r. Birinchisi, umrida kitob ushlamaganlar uchun Binafsha shu'lasi kitobi. Trendga chiqqan, reklama bo'lib ketgan kitob. Shu. Kitob o'zi kitob o'qimaydigan qiz kitob o'qishni boshlaydi kitobning ichida. O'sha bilan qiziqdi. Shu bilan qiziqib juda ham qiziqarli kitob. Binafsha shu'lasi. Birinchisi Binafsha shu'lasi, ikkinchisi Habibimiz oramizda bo'lsalar degan kitob. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kichkinagina kitob, ichida juda qiziqtirilganda. Har bitta mavzuni oxirida tasavvur qiling, mana shu voqeani agar hozir payg'ambar alayhisalom ko'rganlarida nima derdi deganda yechimini aytib tagidan hozir Rasululloh uyingizga kelib qolsa yo hozir ko'rib qolsangiz bir daqiqangiz bor, nima qilardingiz? Qiziqtirib kitob o'qishga qiziqtiradi. Ikkinchisi Habibimiz oramizda bo'lsalar va uchinchisi yaxshi kitob o'qishni umuman xohlamaydigan odamlarni ham o'qitib qo'yadigan kitob bu Yangi nafas degan kitob. Yangi nafas. Broshuradan sal kattaroq. Bitta o'qish qiyinroq o'tdi, faqat Binafsha shu'lasi ekani kattaroq. Binafsha shu'lasi katta, lekin u tortib ketadi. Binafsha shu'lasi shunaqa, shu bitta ildirsa bo'ldi. Yangi nafas bilan Habibimiz oramizda bo'lsalar kichkina kitob maza qilasiz. Endi ko'pchilik aytadiki, kichkina hikoya o'qib kitobni boshlash kerak deydi. Marhamat, hikoya bo'lsa ham o'qing. Ammo o'zbek tilida o'zbek yozuvchilarning hikoyasini o'qish kerak. Yoki musulmon o'laroq musulmon yozuvchilarning kitoblarini o'qishni tavsiya qilaman men. Chunki ba'zi hikoyalar bor, ichi to'la sharmanda narsa. Behayo narsa. Fikringizni, miyangizni buzib qo'yadigan narsalar bor. Erkak bilan ayolni munosabatini, hattoki jinsiy aloqa qilishini nikohsiz, oddiy holat deb sizga tushuntiradigan kichkina g'arb adabiyoti to'lib yotibdi. Shuning uchun meni oldimga kimdir kitobxon, men o'zimni kitobxon deb bilaman. Alhamdulillah. Har kuni eng kamida 100 bet kitob o'qiyapman hozir. Eng kamida ishim ko'payib ketsa, bo'lmasa 100 varoq, 200 varoq kitob o'qiyman. Ya'ni 200 betdan 500 betgacha kitob o'qiyman. Kirishib ketib qolsam 900 betlik kitobni o'sha 20 soatda o'qib tugataman. Necha vaqtda o'qiysiz, qancha soatda o'qiysiz shu 100 bet? Mana eng rekordim 900 varoqli kitobni 900 betli-a? 900 betlik, 450 varoq. 900 betlik kitobni 16 soatdami o'qiganman. 16 soat. Ya'ni orasida choy ichib, o'sha ibodatlarimni qilib 16 soatda o'qib tugatganman. Mana shuncha kitob. Endi bu
tez, demak, tabiiyki juda tez o'qirgansiz. Endi uni shakllanishiga ham baribir 1-2 yil kerak bo'ladi uni tez o'qish. Ha, u kitob o'qish kerak bo'ladi-da. Endi bu o'sha tavsiya qiladigan kitoblarim. Umuman umrida kitob olmaganlar bemalol o'sha Binafsha shu'lasi, Yangi nafas, Habibimiz olamizda bo'lsalar degan kitobni o'qisa, kitob o'qishga muhabbati ortadi. Aha. Endi meni hayotimni o'zgartirgan 3 ta kitob, tabiiy birinchisi Qur'oni Karim. Avvalo bir joyda aytganman, men ko'rona ota-ona musulmon bo'lganligi uchun musulmon sifatida shakllanmaganman. Men qiyosiy tahlil asosida dinimni hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Qiyosiy tahlil asosida. Ya'ni men bu dunyoda yaxshi, zo'r, xotirjam hamma savolimga javob topishim uchun o'zimga yo'l qidirganman. Bu 20 yoshlarimda bo'lgan. Juda ham qoni qaynoq, hamma narsaga savol tariqasida qaraydigan, masalan bitta institutni tugatgan 20-22 yoshlar atrofida va ikkinchi institutga kiraman deb turgan paytlarim bo'lgan. Ana shu paytda 3 ta institutda o'qishimning sababi ham shu bo'lgan. Qidirganman men. Diplom uchun emas. Uchalasini ham diplom. Hozir birortasini diplomini ishlatayotganim yo'q. Hech qaysisini. Chunki hozir tijorat qilaman, kitob yozaman va hokazo. Media sohasida qiyosiy tahlil natijasida men uchun eng to'g'ri yo'l islom dini bo'lgan. Hamma savolimga javob topganman, hammasiga. Hali tug'ilmagan savollarimga ham javob topganman. Deganman, shunaqa narsa ham bo'lishi mumkinmi dedim. Bu Qur'oni Karim. Va Qur'oni Karimning o'zbek tilidagi bir nechta tarjimalarini o'qiganman. Alovuddin Mansur, Abdulaziz Mansur, Shayx Hazratimiz, Taqiy Usmoniyni demak tafsirini o'zbekcha tarjimasi va tafsiri Hilol bilan tafsiri Irfonni ham. Avval tafsiri Hilolni, keyin tafsiri Irfon chiqdi. Payt idorada ishlar edim. Uni ham o'qib chiqib, shular asosida meni o'zgartirgan kitob birinchisi bu Qur'oni Karim. Ikkinchisi fikrlashlarimni va hayotda to'g'ri yashashim uchun bu ham o'zgarishimga kattagina sababchi bo'lgan kitob bu Adabul Mufrad. Imom Buxoriy. Imom Buxoriyning Al-Adab al-Mufrad. O'sha sahihlarning ichidagi odobga, axloqqa oid bu o'zgarishimga katta hissa qo'shgan. Va 3-chi kitob bu endi o'zbek adabiyotidan Tog'ay Murodning otamdan qolgan dalalar kitob. Bu meni hattoki xarakterimga ta'sir qilgan. Shunchalik o'zgartiradigan badiiy asar. O'zgartiradigan demaylik, ta'sir qilgan, yaxshigina ta'sir qilgan. Va o'sha ta'sir natijasida men bitta ketayotgan yo'lni yarmidan to'xtab ikkinchi yo'lga o'tib ketganman. Yo'q. Bitta badiiy asar kuchunari. 17 marta o'qib chiqdim. Otamdan qolgan dalalar. Hech o'qimaganiga o'qib chiqaman. O'qib chiqing. Ichida to'g'ri endi ba'zi joylari bor, ozgina aqida borasida savolga to'g'ri qabul qilish kerak. Tog'ay Murod Sovet davrida tug'ilgan odam. Lekin men yana aytaman, meni o'zgartirib, hatto yo'limni o'zgartirishga sabab bo'lgan. O'zi u birinchi ketayotgan yo'lim ham yomon yo'l emas edi, to'g'ri, yaxshi yo'l edi, ammo meni o'sha diniy sohani tanlashim, bu sohada ko'proq izlanish qilishim, shu sohada ilm olishim, ustozlarga murojaat qilishim, vatanimni taqdiri asli meni ham taqdirim ekanligini his qildirgan kitob. Va shunchaki saydabror bo'lib o'lib ketish emas. Shunchaki bu dunyoga kelib bir qanchadir yashab, bir kun kelib yana janosamni o'qib o'lib ketib, kim yaxshi odam o'ldi degan emas. Bir alohida bu vatanning taqdiriga yaxshi bo'lishiga sabab qiladigan darajada bir inson bo'lib o'lishni men hech qayerda aytmaganman bu gapni. Shu inson bo'lib o'lishni qattiq istakka aylantirib, miyamga g'oya sifatida singdirib qo'ygan kitob. Kinosini ko'rib mazza qilganman, lekin kitob undan mazzaliroq. Chunki kitobda har bitta qahramonning nomidan o'zingiz o'qiysizda, kinoda boshqalar o'qiydi, eshitasiz. Boshqalar aytadi, qahramonlarni Shuhrat Abbosov kino ham qilib ishlagan o'shani. Aqrab Qo'rboshi, Dehqonqul, Dehqonboy va hokazo qilganda
lekin men mana shu kitobni o'qib chiqqandan keyin birinchi marta o'qiganimda bir oy juda yomon aniga tushib qolganman. Juda ko'p savollar, nimaga bizga o'rgatgan kattalar aytgan gapini 90% yolg'on ekan deganman. Nafratlanib boshlaganman ba'zi bir o'qituvchilarimdan hattoki. Nima deyapsiz siz deganman. Qanaqasiga? Nima? U qanday? Biz o'zbekmiz, tamom. Biz musulmon, o'zbek alohida mustaqil davlatmiz deganman. Hech qaysi davlat bizga og'a ham emas, ota ham emas, katta ham emas, boshqaruvchi ham emas deb shuni tortishib qolganman universitetda o'qituvchim bilan. Nima deyapsiz siz dedim. Falonchi davlat bo'lmasa biz yo'q bo'lib ketamiz degan gaplari meni asabimni buzib boshlagan. Siz yo'q bo'lib ketasiz, o'sha davlat bo'lmasa ehtimol. Lekin siz ham yo'q bo'lmaysiz deganman. Lekin sizlar bizni noto'g'ri yo'lga boshlayapsizlar. Sizni falonchi fanlari doktori degan, professor degan gaplaringiz meni umuman menga ahamiyatsiz degan. Ehtimol odobsizlik bo'lgandir, lekin bu meni o'zimni topishimga yordam bergan bu kitob. Bo'lmasa men ham bunday qilib deb yurganlardan bittasi bo'lgan ekanman-da. Shuning uchun tavsiya qilaman. Har qanday inson Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dalalar degan kitobini o'qib chiqing. Tushunmasangiz 10 marta o'qing, 20 marta o'qing. 30-100 marta o'qing. Hamma aytadi, o'tgan kunlarni yo'q, o'tgan kunlarda 3 marta yo 4 marta o'qigan bo'lishi mumkin. Balki undan ko'proqdir. Kitob o'qishga qiziqaman, lekin Tog'ay Murodni 17 marta o'qib chiqqanman, 17 marta. Agar undan ko'proq bo'lmasa, esimda qolgan. Chunki men kitob o'qiyotganda bloknot tutaman, kitobning ichidan kerakli narsalarni yozib qo'yaman-da. O'shaning uchun ozgina aqidaga zid keladigan ba'zi joylari bor, gaplari bor. To'g'ri qabul qilish kerak. Tog'ay Murod imomman demagan eng boshida. Men olimman demagan, dindor odamman bo'lmagan hattoki. Oddiy bitta sovet davrida yashagan musulmon o'zbek yozuvchisi bo'lgan. Lekin millatni, xalqini, g'amini, dardini, uning kim ekanligini, nima qilish kerakligini, u dala, yer, vatan u. Shu narsani va bu taqdir ekanligini bizni yaratgan egam istasa Saydabror bilan Hojakbardi, istasa hozir Yangi Zelandiyada yaratishi mumkin edi. Shu yerda o'tirib inglizchada hi deb gaplashib, hello guys deb bir narsalar deyotgan bo'lishi mumkin. Yo'q, istamadi. Madinada yaratishi mumkin edi. Yo'q, istamadi. Istanbulda yaratishi mumkin edi. Londonda, New York yo'q. Bizni O'zbekistonda yaratishni istadi. Meni Surxondaryoda, siz qaydansiz? Toshkent viloyati. Toshkent viloyatida, tamom. Bu yaratgan egamning istagi. Kim bunga qarshilik qila oladi? Bizga buyurilgani shu. Tog'ay Murod shuni aytadi. Seni otamdan qolgan dala degani shu. Ota bobong yashab kelgan joyni qadrla, qadriga yet, himoya qilib yurdi. Tashab qochib ketma u yerdan degan. Sen tashab qochib ketsang, o'rniga bosqinchilar kelib, u yerda bilganini qiladi degan. Qo'rqma deydi. Va bu kitobni hamma o'zbekman degan odam o'qib chiqish kerak deb bilaman. Ayniqsa chetga yetib so'rab olamiz bu gapni. Ajoyib bo'ldi. Endi mana shu oxirgi savolimni bersam, endi biz ustozlar orasida yashaymiz. Endi ishimiz shu bo'lganligi uchun ustozlar ichidamiz. O'zimiz ham qisman ustozmiz desak bo'ladi, dars beramiz. Oxirgi savolim shu, nima tavsiya qilasiz ustozlarga? Xo'p, Jamiyatimizda eng muhim bo'lagiga nima tavsiya qilasiz? Birinchisi, hurmatli ustozlar, siz dunyodagi yagona yaratgan egamni va uning elchilarini demak qaysidir ma'noda davomchilarisiz. Chunki yaratgan egaman murabbiy, payg'ambarlarning hammasi murabbiy va ularning merosxo'rlari ustozlar hisoblanadi. Iltimos bu sharafni o'zingiz yerga urmang. Oxirgi paytlar ko'p o'qituvchilarni, ustozlarni andaq qilibdi, mandaq qilibdi, maktabda ushlab olibdi, bog'chada ushlab olibdi, zinoni ustida qo'lga tushib qolibdi deyotgan, yo ichib kelibdi, palon chiqibdi, chekibdi. Iltimos, bu sharafli kasbni yerga urmang. Siz yaratgan egamni va payg'ambarlarning merosxo'risiz. Buni unutmaslik kerak. Bu ona oylik masalasidan avvalgisi bu. Endi ikkinchisi, oylik kam, falon, pismadonda boring xususiy maktabga o'tib ishlang.
Yaratgan egamdan so'rang. Bu biroz fidoyilik talab qiladi. Mana sekin-sekin ko'tarilyapti oyliklar ham. Yanada ko'tariladi. Qo'shimcha nimadir ish qiling. O'qituvchi sifatida, masalan, o'sha Abu Hanifa hazratlari savdo qilgan, dars ham berganlar. Hech kim ularga oylik bermagan. Ya'ni biroz fidoyilikni talab qiladi. Va o'zingizni hurmat qilish, fidoyi bo'lish bilan birgalikda doimiy ravishda ilm olishdan to'xtamang. 4 yil pedagogika universitetidagi ilm bu sizni umringiz davomidagi ilmning 1% ni tashkil qiladi. 99% ilmni siz hayot davomida har kuni o'rganishingiz kerak. Har kuni. O'qituvchi zoti har kuni kitob o'qimasa, u o'qituvchi hisoblanmaydi. Ustoz va murabbiy har kuni kitob o'qish kerak. Qanday imkon qilasiz, yo'l topasiz, bu siz ishingiz. Har kuni kitob o'qing, har kuni. Kitob o'qimagan kuningiz o'sha yo'q kuningiz hisoblanadi. Bolalarga nima o'tasiz o'sha kuni? Ijodkor bo'ling, ijod qiling. Har bitta fan, har bitta darsni ustozi ijodkor bo'lish kerak. Shundagina siz zimmangizda nima bor ekanligini his qilasiz. Hurmatli ustozlar, mayli hozircha sizni kimlardir qadrlamayotgan bo'lishi mumkin, lekin esingizdan chiqarmang. Kun kelib sizning haqqingizga hatto dengizdagi jonivorlar, baliqlar istig'for aytib turadi. Mana shuni esingizdan chiqarmang. Bu dunyo qisqa, o'tib ketadi. Qisqa dunyoda nimalarnidir o'ylab, zo'r ustozlar kasbni tashlab ketishini juda to'g'ri deb bilmayman. Siz o'sha butun mavjudotlar, dengizdagi mavjudotlarki haqqingizga istig'for aytar ekan, bu qisqa dunyo nima bo'ldi? Eng asosiysi siz har qanday davlat bo'lsin, vatan bo'lsin, uning eng asosiy yurituvchi mexanizmi siz hisoblanasiz, ustozlar. Ta'lim sohasi. Shu. Rahmat kattakon nomli. Alloh rozi bo'lsin. Avvalo ajoyib suhbat bo'ldi. Sizdan ancha manfaatli, kerakli narsalarni oldik. Menimcha obunachilarimizga ham, yurtdoshlarimizga ham juda ham manfaatli podkast bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi xudo xolasa yana bir suhbat qilish Alloh nasib qilsin. Bo'lmasa shu yerda tugata qolamiz. Domla kelganingiz uchun kattakon rahmat. Biz bilan ustozimiz Said Abror domla bo'ldilar. Rahmat kattakon. Farzandingizga kuchli nazorat emas, to'g'ri muhitdagi maktab kerak. Farabiy maktabi ta'lim va tarbiyani uyg'unlashtirgan zamonaviy xususiy maktab. Maktabda ingliz tili, arab tili, matematika va kitobxonlik fanlari chuqurlashtirilgan holda o'qitiladi. 79 nafar o'quvchimiz milliy va xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritgan. 54 nafar esa xalqaro va mahalliy olimpiadalarda yuqori natijalarga erishgan. O'quvchilar maktabning o'zida IELTS, TOEFL va SAT sertifikatlariga tayyorlanadi. Shuningdek, qizlar gimnastika, o'g'il bolalar esa taekvondo va shaxmat to'garaklarida qatnashadi. Farabiy maktabining Chilonzor, G'azalkent va Chorvoq filiallari mavjud. Farabiy ta'lim va tarbiya uyg'unlashgan maskan.